Assalomu alaykum agroteplik savdo manzuralari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Bugungi mavzumiz gullamaydigan, hosil bermaydigan limon haqida ma'lumot beramiz va sog'lom barg bilan kasallangan bargni sizlarga farqlab beramiz aziz obunachilar. Anchadan beri video chiqarganimiz yo'q. Bugun jazm qilib video chiqardik. Mana bu toza hisoblanadi. Ya'ni mana bu kamchiliksiz barg hisoblanadi. Mana yashnab, orqalari ham toza. Mana bu o'tgan yil xudojnik bosgan mana orqasi. Lekin hozir xudojnik yo'q, lekin lotkaga qo'shib qo'ygan. Bu kasallangan hisoblanadi mana bu ham. Mana bu holatdagi limon bargi, bu chetlari buralib, mana orqasi buralgan. Chetlarida yashil, och yashil bo'lgan mana. Bu azot yetishmasligi. Ya'ni azot deganda limonga azot berilishi kerak degani emas. Azotli preparatlar bu quyidagilar. NPK 320, karbamid mochivina, nitrofoz, sulfat amoniak, pors, shular sirasiga kiradi. Ko'proq shular bilan oziqlantirishimiz kerak limonimizni. Mana bu sog'lom limon bargi hisoblanadi. Keyin yana bitta narsaga hozir shu yerda javob berib ketaman aziz obunachilar. Mana limon hosil bermaydi, tikanli degan fikr bu. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Ana endi e'tibor beramiz. 2024-yilda sovuq ta'sir qilgan, shuni evaziga tikanlagan. Sovuq urmagan, ta'sir qilgan. Mana shu endi bu limonimizga tagiga sovuq ta'sir qilgan limon tagiga mana hosil bermaydi degan narsa noto'g'ri. Mana hosil beryapti o'sha. Ko'ryapsizlar, mana hosil beryapti. Sekin-sekin bu sovuq ta'sir qilgan o'tgan yil 2024-yil qishda sovuq ta'sir qilgan. Ya'ni Toshkentga abresiga ketgan paytimda limonlar ham shu tomoniga qaramaganlar. Shu natijasida sovuq ta'sir qilgan. Mana shu sog'lom barg hisoblanadi, ya'ni novda hisoblanadi. Xo'p, endi sizlarga savol tug'iladi. Bitta limonda 3 xil, 4 xil barg nima qiladi degan savol tug'iladi sizlarda. Tabiiy. Albatta bitta limonda 3 xil, 4 xil novda bo'lishi bu kitobiy tilda aytganda xuddi ildizi bo'ladi, popuk ildizi, yog'in ildizi bo'ladi. O'sha ildizni hamma joyga ham oziqa yetishib bo'lmaydi aziz obunachilar. Oziqa yetisha olmaydi. Mana misol uchun bor yetishmovchiligi mana bu holatda bo'lsa bor yetishmaydi. Kalsiy yetishmaydi aziz obunachilar. Mana bu holatdagi bo'ladi, mana sapsariq, mana tirishgan bo'ladi. Bu temir yetishmovchiligi aziz obunachilar. Mana bu ham azot, bor, sink yetishmovchiligi bo'ladi. Mana shunday holatga tushadi aziz obunachilar. Har bitta bargni sizlarga tushuntirib o'taman. Qanday bo'lsa, qanday bo'ladi. Mana bunda esa mana shunda ham azot yetishmayapti aziz obunachilar. Mana ko'pchilikda mana katta bo'lib sarg'ayib qolgan mana bu narsa. Bu azot yetishmovchiligidan kelib chiqqan aziz obunachilar. Mana limonning aksariyat hosili mana shunaqa holatga mana. Bu sog'lom emas, kasallangan ham emas, vitaminlar yetishmovchiligi bor hosil hisoblanadi. Mana ko'pchilik eslaringizda bo'lsa to'kilib ketadi degan hosillariz mana o'sha katta bo'lyapti aziz obunachilar. Mana bu xudojnik talagan novda hisoblanadi, lekin hosildor novda. Yangi atrosga chiqaryapti.
sekin aziz obunachilar. Ana endi sizlar bilan sovuq ta'sir qilgan limonni nima qilsak bo'ladi degan savolga bafurja javob beramiz. Ko'pchilik har xil dorilarni tashlayapti. Men to'g'risi u dorilarga ma'lumotim yo'q. Har bitta dorini siz aziz obunachilar uchun ishlatsam, shu narsani tavsiya qilaman. Har bitta dorini ishlatsam tavsiya qilaman. Ishlatmagan bo'lsam, hech qachon tavsiya qilmayman. Sababi o'zim bilmagan narsani birovga aytish bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun har bitta limon tagiga 200 gram amofos, 300 gram mednikuparos, 20 gram nitrofos, 20 gram pors, 20 gram MPK, 320 mana ko'ryapsizlar, to'kilmaydi. Mana saqlanib qolgan o'sha to'kiladi degan novdalarimiz, hosillarimiz. Xo'p, 20 gram pors, kristalon 312, karbamid mochvina 20 gram. So'y holatda tagidan beramiz yoki suvga qo'shib bersak ham bo'ladi. Bargidan agrikola 10 litr suvga 25 gram, fitosfarin 10 litr suvga 25 gram отдельно. Hop. Baktamin 10 litr suvga 25 gram beramiz. Limonimiz qayta gullaydi. Mana shu qayta gullagani. Mana ushlayapti, mana ko'ryapsizlar. Qayta gullagan limon hisoblanadi. Mana qayta gullagan ko'ryapsizlar. Hozirgi paytda limonlar уже hosilini tutgan ko'pchilikda. Mana bizda qayta gullagan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana qayta gullagan. Ya'ni limonni qayta gullatsa bo'ladi. Mana qolganlarda mana уже hosilini tutgan mana. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar. Bunda esa qayta gullayapti. Ya'ni o'sha повторный gullash hisoblanadi bu. Mana ko'rishlaringiz mumkin, boshqalarda mana hosilini bexato ushlagan mana. Hech qanaqa muammosiz bexato ushlagan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Hech qanaqa muammosiz mana. Ko'ryapsizlar? Shavshulada ushlagan. Keyin mandarinlar sotuvda mana sog'lom, toza mana. Kelishilgan narxda mandarinlar sotuvda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Va hamda modalar kelishgan, payomatlari joyida. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'chatlar yashnab turgan yerida hosilni bergan mana ko'chatlar, sotiladigan ko'chatlar. Apelsin, mandarin bular. Bular mana bular apelsin, mana barglari yashnab, o'zlari yashnab turibdi mana. Apelsin. Mana bu ham apelsin. Mana bu ham apelsin mana. Gullari ko'ta mana payvandlari joyida. Mana. Mana bular ham aziz obunachilar apelsinlar. Barlari yirik mana. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol 99 161 92 40 nomerlariga telefon qilasizlar. Ko'chatlar soni cheklanmagan. Nechta bo'lsa yetkazib beramiz aziz obunachilar. Ishlaringiz omad, agroteplitsa olamiz, doim xizmatingizda. Mana ko'chatlar.